Hey yo, barchaga assalomu alaykum. Tasavvur qiling, siz o'rmondasiz va atrofingizda turli xil hasharotlar yuribdi. Ba'zilari oddiy ko'rinadi, lekin ayrimlari shunchalik xavfliki, bitta chaqishi bilan odamni bir necha soat azobga solishi mumkin. Bu videoda biz qahramonimiz Toshpo'latni tasodifan juda xavfli hasharotlar orasiga tashlab qo'yamiz. Qani ko'ramiz, u bu vaziyatdan qanday chiqib ketadi. Salom Toshpo'lat. Sening oldingda Taksorinchayts turibdi. Sayyoradagi eng katta chivin. Uning qanot kengligi 12 sm ga yetadi. Toshpo'lat, sen xavotir olma, u seni qoningni ichmaydi. Bu tur gullar nektari bilan oziqlanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, katta chivin bo'lsa, demak eng xavflisi shu. Lekin aslida ba'zi katta chivinlar odamga umuman zarar bermaydi. Ehtiyot bo'l, bu yerda chumollar ham bor. Bu nima? Bilasanmi, chivin so'lagida qurbonni og'riqsizlantiradigan fermentlar bo'ladi. Shuning uchun ular qon ichayotganini odam deyarli sezmaydi. Lekin urg'ochi chivinlar o'zlari uchun emas, balki bolalarni oziqlantirish uchun qon ichar ekan. Ha aytgancha, faqat urg'ochi chivinlar qon ichadi, erkak chivinlar esa gullar changi bilan oziqlanadi. Yaxshisi nafas olma. Och urg'ochi chivin sen chiqarayotgan karbonat angidrid gazini 20 metr uzoqlikdan sezadi. Toshpo'lat, sen bu hidni yo'qotish uchun hatto orbit chaynasang ham foyda bermaydi. Ular hatto seni tanangni issiqlik orqali ham topishadi, lekin hatto mingta chivin ham seni barcha qoningni so'rib tugata olmaydi. Buning uchun 1.100.000 ta och hasharot kerak bo'ladi. Ammo bu yaxshi yangilik degani emas. Chivinlarning asosiy xavfi ular tashlaydigan kasalliklarda. Voy yo'q, Toshpo'lat, sen o'q-chumollar koloniyasini bezovta qilib yubording. U chaqqanda terida kuygandek og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq to'g'ridan-to'g'ri olovga tekkan bilan barobar. Qayerga qaramasak palakat chiqdingda boru. Poneratoksin deb ataladigan zahar qon oqimiga kiradi. U asab tizimiga hujum qiladi, qo'l-oyoqlarni falaj qiladi va 36 soatgacha davom etadigan kuchli mushak spazmlarini keltirib chiqaradi. Bu chumollar dunyodagi eng og'riqli chaqadigan hasharotlardan biri hisoblanadi. Agar seni mingta chumoli chaqsa, tanangda shunchalik ko'p zahar tushadiki, sen gallyutsinatsiyaga tushasan va organlarga kislorod yetib borishi bilan muammolar paydo bo'ladi. Toshpo'lat, yaxshi yangilik bor, sen o'lmaysan. Janubiy Amerika qabilalarida shu yo'l bilan bolalar erkaklikka qabul qilinadi. Bu ular uchun oddiy marosim, ammo u bizda bo'lganda bilmadim, bu imtihondan hech kim o'tolmasdi boru. Toshpo'lat, haqiqiy erkak bo'lding. Siz kanalga obuna bo'ling, videoga esa bitta like bosishni unutmang. Voy, aytishni unutibman boru. Chivinlar bezgak, denj va Zika kabi kasalliklarni tashiydi. Har yili ular 1 million odamning o'limiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hatto bitta chivin ham seni o'ldirishi mumkin. Ular eng xavfli hasharotlar degan unvonga bekorga ega emas. Demak do'stlar, ko'rib turganingizdek, ba'zan eng kichkina jonzotlar ham juda katta xavflarni keltirishi mumkin. Shuning uchun tabiatdagi har bir jonzot bilan ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'ling. Aks holda Toshpo'latning ahvoliga tushishingiz hech gap emas. Agar video yoqqan bo'lsa, bittagina like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda Toshpo'latga yana qanday tajribalar o'tkazishni kommentarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.